Ko'rib turgan mashinanglar Dongfeng avtomobili. Yangi model Kapitan deb nomlanadigan modeli. Bu mashina dubl kabina, oldi ham, orqasi ham resorli bo'ladi. Bu mashinaga qilingan ish furgon xizmati ko'rsatilgan. Fortichkalarga ahamiyat berasizlar. Amalzatirda chiqib tushadigan uzunroq yuk bo'lsa, bemalol ortib yursa bo'ladi. Yashiklari ustanovka bo'lgan, eshikning держательlari, orqa darvozasi ikkita vaqali alikapondan bo'lgan, eng sifatli rezinalar qo'yilgan, uzoqroq xizmat qiladi. Защитный dugalarni ham ustanovka qilganmiz. Furnituralari qulf kalitli, bemalol yukinglarni qulflab yursanglar ham bo'ladi. Ichki qismi faner обшивка bo'lgan, pol qismi отцинковка, eshiklari bilan birga bo'lgan. Bemalol yuvib yursanglar ham bo'ladi. Fortichkani to'g'risiga dugalarni ham ustanovka qilganmiz. Uzunroq yuk bo'lsa, ortib yurishlariga удобный bo'ladi. Освещениялari ham ustanovka bo'lgan, ahamiyat berasizlar. Ichki qismi, yon tomonni ham ko'rishingiz mumkin. Nержавейкалari, o'zining led chiroqlari ham ustanovka bo'lgan. Sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol Termotentga murojaat qilsanglar, ishinglarni sifatli va tez bitirib beramiz.